Kuyov to'ra, sizni chaqirishimdan maqsadim 2 oydan beri qizim mashina deb qulon miyamni qoqib yedi. Oyijon, menga qarang. Yaqinda o'zi Asaloydan keldi. Sizni qizingizni o'zi isteklari tugamayapti. Asaloy dedingizmi? Hamma boradigan Dubayga borib keldingiz. Bu To'ytepa degan gap? Oyijon, tushunmadim. Siz uchun Dubay va To'ytepadagi gapdir. Men u yemay ichmay ekonom qilib yig'gan pullarimga belim chiqib ketdi Dubayga olib borgunimcha sizni injiq qizingizni. Endi bo'lsa mashina temasi ochildi. Nima? Tushunmadim. Bu bilan nima demoqchisiz? Menga qarang oyijon. Bunisi endi oshib tushdi. Agar qizingiz hayotidan norozi bo'lib nimadir yoqmayotgan bo'lsa, olib ketavering, katta ko'cha. Hayda-chuyda gaplaringiz bilan meni boshimni og'ritmang, xo'pmi? Mana bu mashinani kaliti. Chiroyli qilib qizimga sovg'a qiling, xo'pmi? Shuni eplarsiz hech bo'lmasam. Men sizni sadaqangizga zor emasman, tushundingizmi? Jonkuyov, sizni chaqirishdan maqsadim qizim 2 oydan beri juda ham qiynab yoribdi. Mashina deb. Oyijon, men ham o'zi shuni harakatida yuribman. Qizingiz bilmasin, pul yig'yapman. Ozgincha yetmayroq turibdi. Shu yig'ib olsam, olib beraman surpriz qilib. Bolajonim, agarda noto'g'ri tushunmasangiz, mana bu mashinani kaliti. Oyijon, nima qilaman buni? Buni olib qizimga sovg'a qiling. Sizga yordam qilay deyapman, chin ko'ngildan. Jonkuyov, Boringizga shukr. Shunchalik bizani o'ylabsiz. Sizdagi onalar ko'paysin. Lekin men sizni hadiyangizni qabul qila olmayman. O'zim niyat qilganman qizingizga mashina olib beraman deb. Rahmat oyijon.